Yukarıda sözlü leksiyelerimizden bir xulası çıkaraylı hürmetli vatandaş. Bugün Çisak 2019 yıl 9. aydan 22. gün haftaga yakshanba. Bunun da bir yerde bir yeni göz qarash o'ttirig'i chiqibdi. Nima deseniz, Lilifin Efendilik Til Adabiyat Fakültesining professori, doktori Lilifin Efendi debdi ki, hozir Shangangdagi muhim masala bir xalqaro masala bo'lib, Markaziy komitet, ya'ni Beijing hukumatiga xalqaro besim paydo qildi deydi. Besim paydo qildi. Reis Xi Jinpingning birdan bir maqsadi partiyaning hukmronligi, Jungokom partiyasining hukmronligini saqlab qolish deydi. Bu partiya Jungokom partiyasining ojizligi ichki jihatdagi partiya ichidagi kurashda degan gap. Bu endi aqmaydi degandek gapni qilibdi Lilifin. Bu gapni to'g'ri deb tahlil qilishga bo'ldi. Nimishqa desangiz, bu hokimiyat asli millatchi hokimiyat. Xitoy hokimiyati millatchi hokimiyat. Shuni bilib oling vatandosh. Shuni bilasiz ham vatandosh. Millatchi hokimiyat 70 yildan beri sizlar bizni shu vatanda yashagan vaqtda birdam o'ngchilar dedi, birdam so'lchilar dedi. Gapni ochiq aytamidi? O'ngchilar kim? So'lchilar kim? Lekin bizning tushunishimizda Xitoy da'vatgan so'lchilar amaliyoti kim? Millatchilar, Xitoy millatchilar. O'ngchilar kim? Anda sanda bir ishga g'izning gap qilib qo'ydigan kishilar amaliyotda bularmi ham shu so'lchilar qatoridagi millatchilar. Bu Xitoyning qurilmasida, hokimiyat qurilmasida bekitilib ketgan bir andiza vatandosh. Xitoy millatchi Xitoy. Şoň bu ýerde muşundaq künde mesela Şinjan Uyghur Abdunum rayonida 3 milyondan 5 milyongacha Uyg'urni nazarband qilish jazolariga ve ularni halkı alemnin közü aldırmış yoruk dünyada poyezi kaçılap işkirge elip ketiyotgan muşundaq bir paytda Xitoyda hudud süreç bulamdı bolmamdı. Hazır buna qayrib etdi Xitoy. Lekin xalqarada matbuotlar hozir Uyg'ur to'g'risida to'xtamay so'zlayotgan mushundaq chog'da umum besim ish qiladi. Xitoymi besim ish qiladi, ish qilishi mumkin. Endi Shangangga kelsak, Shangangning masalasi hozir 3 oydan o'tdi. Saqchilarning Shangang namoyishchilariga, Shangang fuqarolariga taqobil tural ishi amaliyot isbotlandiki, qo'lidan kelmadi. Hozir Shangangda hukumatmi, saqchilarmi palachalar tushib qoldi. Yosh oqqizligan bomba otding, qo'lga olding, kaltak bilan urib baqding. Hargiz bu namoyishchilarni kayniga qaytara olmading. Bu Shangang xalqining irodasi. Yoki Shangang xalqining irodasi, Shangang xalqida uyg'onayotgan demokratik shaxsiyatchilik. Demokratik şahsiyetçilik degende Şangan halkada hazır uyg'onayotgan bir iddia nima millatchilik. Çünkü başta aytib oldi, biz jungolik emas dedi. Biz ayrım bir millat, ayrım bir xalq dedi. Yazgıçılarımız şundaq yazdı, unutib qoldim, maxsus bir kitap yazgan bir kişi vardı Şangangda. Belki bu Şangangning uyg'onishi turtki bo'lgan kishilar shu kishi deyishgan bo'ladi. Hozir Şangangda uyg'onayotgan uyg'onish subyektiv uyg'onish. Boshda aytibdi-ku. Agar subyektiv ong uyg'onadigan bo'lsa, bu millat yak Şanganglik kayniga qaytmaydi debdi. Lilifin şundaq debdi. Bu yerdagi subyektiv uyg'onish huquqni tonish, subyektiv uyg'onish huquqning subyektini tonish, shundaqli xususiy uyg'onish, angliq uyg'onish yak subyektiv uyg'onish huquq subyektining obyekti nima? Huquq obyekti nima? Huquq obyekti nima? Huquq obyekti Şangang mening shahrim. Şuna to'layotgan shuarni ko'rdingizmi? Shangangni qaytirib olamiz. Bu huquq obyekti. Siz yaşayotgan zimin asli üstündeki baylık ve bisat, muşu maddi mülkü dünyanın hammasi bu hukuk obyekti buludu. Siz şu ziminde yaşayotganda andın siz şunun ilgisi buluştan ibaret bir arzuğa yetip gelgende bu hukuk subyekti buludu vatandaşım. Şunu hazır başlanayım depti, eğer Şangangda subyektiv ong uyg'ondigan bo'lsa, sen bu millatni demabdi-yu, lekin Shanganglikni endi kayniga qaytara olmaysan dedi.
Demek hazır Şangang'da bu an oygandı. Yani milletçilik bile oygandı. Lokalizm. Biz başta bir katımlık siyasi sözüldük ki lokalizm. Lokalizm bu yer minin. Şangang minin. Şangang şehri minin. Bugün başta ne dedi? Senin bayrağını desteğim ben. Senin bayrağını koydurman, senin bayrağını jitemem. Demek ben senin hukukun, hakimiyetini kabul kılmayman. Arlıqda nime dedik sizlerlik sözüge vaqtı bir qatım avaz çıkmay qaldı. Şangang'dan Kompartiyani qoqlab chiqaraylı deb loziga ko'tadi namoyishchilar. Hurmatli vatandosh. Kompartiyani Şangang'da qoqlab chiqaramiz dedi. Boshqalarni ko'rib turdinglar. Amerika Qo'shma Shtatlarining bayrog'ini ko'tarib namoyish qilgan namoyishchilarni ko'rib turding. Demak, hozir Şangang'da uyg'onayotgan uyg'onish subyektiv uyg'onish. Yoki huquq subyektiv sifatida Şanganglikning o'rnida dasturganligidir. Nemishqa uning huquq obyekti Şangang mening. Bu zaminda mening gapim gap. Bu zaminda mening turmushim turmush. Bu zaminda nima qilaman desam o'zim qilaman. Men sana dastlabda nihoyat chiroyli bir ifoda yoki madaniyat ko'rgan bir shahar aholisi sifatida bir talab qo'ydim. Bu talabning mazmuni umumiy saylam. Ben senin başka radikal şuarlarını koymadım. Bu talepten aynı meseleni sana umumi saylam. Sen bu umumi saylamını negizde kanunda birimen degen edin. Üzen kayıt kılgan edin. Üzenin vədisini üzen işe aşırmışı gap ko. Şundak mı? Lekin biz bunu yamayiyedin tuttu deyimiz efendim. 70 yıl bu Xitay degende devlet deb çağlısan, 70 yıl bu Xitay degende partiya, kompartiya deb çağlısan, bu kanunluk hükümet emas. Hazırkı dünyanın siyasi sosyologiyası da kanunluk hükümet, saylan bile vücut kelgen hükümettir. Kanunluk hükümet bilet sandığıdan, yoki bilet taşıgan sandıkның içinden çıkıdığan hükümettir. Sen kaçan bilet taşlap baktın? Hiç kaçan ammi saylam elip bağının yok. Şunu Cungo Kompartiyasının Cungo kuruluk hükmürallık kılışı bu sahtı hükmürallık, yalgan hükmürallık. Eğer halkının sayılımıda ötken bulduğun bolsan iki neresi ayrılgan buladı. Bire sen halkının sayılım bilen hükümet başına geldin. İkincisi armiya bu devletin armiyası. Asası kanunun baş kuruşu aslındaki armiya. Armiya herkes partiyanın armiyası bulup kalmaydı. Bugünkü armiya senin kulağında partiyanın armiyası. Bugünkü sakçı, Korlu'dan Kaşka'dan Uygur yaşlarını Xitayga tuşup atkan sakçı bu partiyanın sakçıları, bu devlet sakçıları hemen. Demek bunlarda ya kanun yok, ya kanun eni yok, ya kanunun çekleydiği rolü yok. Demek Xitay demek sakçı, Xitay demek armiya, Xitay demek bir partiye, hükmürallığı, onun umumi manisi müstabitizm degenin özü şu hemen. Vatandaşım. Endi bugün bir yerde bu, Li Feng nime depti? Şangang'a farap sor. Hazır bir yerde ketediği ya kompartiya kelip atkan tahdit onun işledik işe köreşemez. Mesela torbetlerde oturuğa çıkıp asılı bu hanzu obzorçılığı bir adet varken nime deydiken Jiang Zemin bilen Zheng Qinhuang Xi Jinping'e karıştırıldı. Hu Jintao ile Wen Jiabao. Yani birisi bunda gap yok. Ezelden bulup bakan emez bu. Ezelden bulup bakan emez. Mao Zedong devirde bir yüzbedi. Mesela Li Shaoqi şu vaqtda Mao Zedong qarşı çıqqan emas. Fakat Mao Zedong'ni tanqidladi. Hech kim Mao Zedong'dan tanqid, huquqini tartib olmoqchi emas. Mao Zedong yurgizgan siyosatlarni nima cho'ngsakrab ilgirlash, nima boshlovshan, nima xalq qomini ocharchilik bilan 80 million odamni o'ltiradigan siyosat bundaq bo'lmaydi dedi. Bir ishkisi, mesela Xiling deyli. Mesela Li Shaoqi deyli. Mana muşu kişiler bundaq deyli. Muşundaq dedi. Lekin Mao Zedong'dan huquq tartib olaman demedi. Kompartiyaga yoki Xitoy millatchilarini xulosalasınız, Xitoy millatchilari ichida bir-biriga o'tkir holda, ya'ni hokimiyat, huquq talashish, siyosiy martaba, siyosiy o'rni talish shaklida bu yerda hech qanday ishga ziddiyat yuz bermaydi. Bu kishi aytibdi-ku. Hozir Cungo Kompartiyasi kelayotgan tahdid iqtisod. Iqtisoddagi eng zo'r tahdid pul muomala tahdidi.
Pul muamele hazır Cungo için aytqanda bu Şangangda buldu, Şangangdan başlandı. Demek Şangang bugün qo'ldan ketamdi. Şangang tugishemdi. Şangangda pul muamele münasebetleri butunlay gumron bo'ladi. Mushu masala yig'ib aytganda Cungo Kompartiyasining bir partiya hukmronligi Cungoda pul tirab tura olamdi, tura olmamdi degan masala debdimi adam. Nemişki Xitay milletçiler bundaq vaqt ishga ziddiyatga tushmaydi. Masalan, partiya ichida nemish kurash bo'lmaydi. Nemişki bir-birini tanqidlashning, xatosining to'g'riga ish bo'lmaydi. Millatchi ikki xil bo'ladi, hurmatli vatandosh. Biri madaniyatlik millatchilar yoki o'zi millatchilik qilayotgan, o'zining millati uchun so'zlayotgan millatning millatchilari yoki shu millat madaniyatlik millat bo'lsa, bu tuproqdagi millatchilar madaniyatlik bo'ladi. Bular radikalizmlik ideya bo'lmaydi. Madaniyatlik millatchilar millatining taraqqiyoti, shu gapga yig'inchoqlaydi, taraqqiyot uchun izdiradi, hurmatli vatandosh. Bularda radikalizm yoki tashqari qartliga radikalizm, yo ichki jihatdagi siyosatda radikalizm, hargiz radikalizm bo'lmaydi. İkincisi, yavoyi vara millatchilik. Bundaq millatchilik madaniyatsiz millatning qo'lidan keladi. Madaniyatsiz millatning muhitida paydo bo'ladi. Shuni vara madaniyat deymiz, ya'ni ibtidoiy madaniyat deymiz. Bundaq millatchilik qaram bo'ladi. Bundaq millatchilik huquqqa tayinadi. Bundaq millatchilik bostirishga tayinadi. Bundaq millatchilikda siyosat bo'lsin va boshqa har qanday tartiblari. Mayli qonun tuzilishi bo'lsin, uning maqsadi faqat bir radikalizm bilan ish qiladi. U faqat hokimiyatni saqlab qolsin bo'ldi. Bu yerda xalqning farovonligi, davlatning farovonligi, aminligi yoki xalqning yoki davlatning taraqqiyoti hargiz bundaq vara millatchilarning qo'lida bo'lmaydi. Şunu vara milletçilerine beşiğe eğer gün düşkendimi devletli balayı afetki iştiriveti ki herkes bu işki cihat payda kılmaydı. Bugünkü Jiang Zemin, bugünkü Xi Jinping, bugünkü Hu Jintao, bugünkü hemmisi şu. Biz Huyaban'ın 7 noktalık siyasi silah talay katem tekrarladık.